Assalomu alaykum bolajonlar. Yana sizlar bilan qiziqarli o'yinlar o'ynaymiz. Mana bu demak, diskalarni, shashka toshchalarni uflagan holatda mana buning ichiga nima qilamiz? Tushiramiz. Kimda kim yutsa, birinchi bo'lib tushirsa, demak mana bu mevalarni qo'lga kiritadi. Tayyormizmi bolajonlar? Aha, boshlaymiz. İki bir. Ha, demek Müslüman bo'ldi, uchta bo'ldi. Demek 3ga 1 bo'ldi. Kim g'olib chiqdi? Müslüman nima oladi endi? Apelsin. Apelsin bo'ldi. Demek seniki nechta bo'ldi? 7 ta bo'ldimi? Apelsin 7 ta, 2 ta olma. Seniki 6 ta, 1 ta olma. Aha. Bolajonlar bilan xayrlashamiz.